Ipoterapiya, ya'ni ot bilan DTP bolalarni davolash. DTP bolani otga mindirganda, ot shu yurib ketganda inson yurishiga o'xshagan harakatni amalga oshiradi. Bu esa 110 ta impuls beradi, harakat impulsi. Bundan tashqari ot minganda bolalarda spastikasi kamayadi. Ya'ni otda 1 gradus, 1,5 gradus harorat baland bo'lgani uchun juda ham yaxshi spastikani pasaytirishga effekt beradi. Bundan tashqari bola otda o'tirganda tanani qomatni to'g'ri ushlashga harakat qiladi. Bu ham oldindan ishlamayotgan muskullarning ishlashiga, o'sha tanani to'g'ri holatda ushlab turishga juda ham katta yordam beradi. Otda o'tirganda shu tanani ushlab turish uchun orqa mushaklarni, chuqur orqa mushaklarini mahkam ushlab turishga harakat qiladi. Bu o'sha mushaklarni trenirovkasiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari otda o'tirganda bola vestibulyar apparati ham kuchli ishlaydi. Bu kelajakda bola o'zi mustaqil yurganda ham vestibulyar apparatni trenirovka qildirib oladi. Bundan tashqari juda ham ko'p bolalarga stressni kamaytirishga sabab bo'ladi. Bolani hayotga qiziqishini, yangi kunga qiziqishi va shu ot bilan muloqotni sog'inishga sabab bo'ladi. Bu ham bolani psixoemotsional holatini yaxshilashga sabab bo'ladi. Albatta, ushbu protsedurani amalga oshirishdan avval o'zingizni bolalar nevrologi yoki yaqin atrofdagi o'sha shifokorga murojaat qilib, albatta maslahat olish kerak. Qarshi ko'rsatmalar ham mavjud. Bu muolajalarni, ya'ni ipoterapiyani yuqori professional o'zini ishini ustasi bilan birga trener bilan olib borgan maqsadga muvofiq.